Obunachilarimiz sizlar uchun yana izlanishda va qidirishda davom etib turibmiz. Sizlar uchun yana Urganch shahar Markaziy dehqon bozori yonidan 5 qavatli binoning 4-qavatida 3 xonali kvartira topdik. Euro remontdan chiqqan. Shuni videolarni qilib beramiz. Berimiz yana girojimiz bilan sonizli hojat qilamiz. Bu giroj proxodli eshigimiz. Yerda ko'rib turganlaringizni bitoy texnika ketadi. Hamma ish qoladi ichida. Sonizlarimizdan bir o'ziga go'zal remont qilingan ekan. Avtomatikalarimiz ham Yevro qilingan. Yerimizde halasana perkoşu mebel koysanlar ham bo'ladi. Bu yan tarafimizda yana bir spalnimiz bor. Bu yan tarafimizda balkonumuz ham, 2 balkonli bor. 2 balkonumuz bor. Bu yandan bor. Bu yan tarafta ikkinchi xonadamiz yana spalnimiz. Bu yerimizda yana balkonlarni qo'shib, buralarni qo'yib, mebellarni ham qo'yib turib, chiroylatib. Bu yerimizda shu ko'rib turgan spalni mebellariz, nelar shkaflar qoladi emas. Bu yan tarafimizda yana bir aynalarni qo'yib nasib etsangizlar. Yerimizde neleriz? Kulçatı rozetçiler otomatik yetip koyulan sensorli o işiydi. Bir tarafta ise 3. kanamız, zalımız yani. Yurtlarınızı bir yana 2. balkonumuzdan bir yana koşup her yerle. Yurtlarınızı kulçatı rozetçiler sensorli da çıktı şimdi. Basasız o işte. Basasız yandı ucu. Zayımızı azıcık kuhniyasını göstermişler. Kuhniyasını bu da güzel dereceleri mutlu. Bir tarafta yine aşkanamız yerleşken. Yurtlarlar juda holatda. Belish bitoy texnikalar ketadi, kuxni mebel nelar qoladi. Joyimizda narx-navolar bilan telefon nomerlarini ekranga chiqarib qo'yamiz. Kimda kim qiziqtirsa, o'sha ekranda nomerlar murojaat etaverasizlar. Videomiz bir 2 manfaatli yoqsa like bosib qo'yishni unutmang. Podpisatsiya bo'lish yoddan chiqmasin. E'tibor uchun rahmat.